Bunga qanday chiqadi endi ya? Aya bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni cheshib chiqardi qo'y. Tavba qildim, Tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim. Aya, sekin tavba qiling. Tavba qildim. Qach. Bu narsalar yetimmi deyman, hech kim pulini so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshimga urib Voy, ketdi. otangni uyi, bu karzinka, bu kassasi bor. Aya meniki qistab ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yeydilar. Manikidan hisoblang, bitta olma yedim. Ana bitta olma yedim, bitta olma yedim, chestniman. Aya bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zato 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aya meniki qistab ketdi. Qisib tur. Ayajon, Ha, jannat onalar oyog'i ostida deyishadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tufli chop bering. Tirjig'on. Men nima qilib qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi konetda, bor. Dadasi biz keldik, mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Ay yo'q, sizga yarim kilo choyanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada. Sani mo'yloving yo'q-ku. Lezvada faqat mo'ylov olinmaydi-ku, dada.